ibodat vaqtida ko'ngliga har xil narsalar kelishi, kufr darajasiga yetadigan, iymondan chiqib ketadigan holatga keladigan, aytishga birovga aytib shuni manaqa bo'lyapti deyishga qo'rqadigan narsa kelishi iymonning belgisi hisoblanadi. Sahobalardan birlari kelib Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga xuddi shu gapni aytganlar. Ey Allohning rasuli, ba'zi vaqtda xayollarga shunday gaplar keladiki, uni aytishdan sizga qo'rqamiz deganlarida payg'ambar alayhisolatu vassalom zalika mahdul iymani deganlar. Ana shu iymonning o'zi deganlar. Nima degani bu? Bu juda nozik narsa. Ana shu xayolga kelayotgan, kufr darajasiga yetayotgan, aytishdan qo'rqib, haligi odam o'zini qo'yarga joy topa olmay qolayotgan holat shaytonning vasvasasi bo'ladi.